Tasavvur qiling. Sizni oldingizda dunyodagi eng qimmat, eng tez yuradigan Ferrari mashinasi turibdi. Motori 800 ot kuchiga ega. Hamma joyi mukammal. Bahosi $1,000,000. Agar men shu mashinani yoqilg'i bakiga bir qoshiq qum solib qo'ysam, undan keyin kalitni burab ishga tushirsam, nima bo'ladi? Mashina yuradimi? Albatta yo'q. O'sha 800 ot kuchiga ega motor birdan ishlamay qoladi. O'sha $1,000,000lik qimmatbaho narsa bir qoshiq qum sababli butunlay temir uyumga aylanadi. Bugungi suhbatimiz ham xuddi shunday. Biz o'zimizni ojiz, qobiliyatsiz, qo'lidan hech narsa kelmaydigan bir avlod deb o'ylaymiz. Yo'q birodarim, siz unday emassiz. Aslida esa sizning motoringiz, aqlingiz va iymoningiz xuddi o'sha Ferrari kabi kuchli va qudratlidir. Bizdagi asosiy muammo tizimimiz ichiga kirib olgan, lekin o'zimiz sezmayotgan o'sha bir qoshiq qum, ya'ni ruhiy ifloslikdir. Bugun biz o'sha motorni tozalaymiz. Ramazoniy poklanishni boshlaymiz. Ekran qarshisida yaxshi joylashib olgan bo'lsanglar, boshladik bismillah. Assalomu alaykum qarindoshlar. Sizlar bilan Abdulloh. Keling hammada uchraydigan muammo haqida so'z boshlasak. Yillardan beri qaysidir kitobni o'qimoqchisiz, o'rganmoqchisiz, lekin boshingizga hech narsa kirmayotganda. Namoz boshlamoqchisiz yoki tartibga solmoqchisiz. Uni ham hech uddasidan chiqa olmayapsiz. Kelajagim uchun bir ish qilaman deysiz, lekin o'rningizdan turishga ham hech kuch topa olmaysiz. Go'yoki bir og'irlik sizni bosib turgandek. Bilasizmi nimaga? Chunki bizning sistemamizga virus kirib olgan. Biz ko'proq kitob o'qisam, yana ko'proq ma'ruza eshitsam, tuzalib ketaman deb o'ylaymiz. Bu xuddi virusga tushgan kompyuterga yana og'ir dastur o'rnatishga o'xshaydi. Natijada nima bo'ladi? Kompyuter battar qotishni boshlaydi. Balki butunlay ishdan chiqishi ham mumkin. Bugun ko'plab yoshlarimizning ruhiy holati ham aynan mana shunday. Shuning uchun avvalo o'zimizni format qilishimiz kerak. Qalbimizni nimalar to'ldirib turibdi? Umidsizlik. Mendan hech narsa chiqmaydi. Yoki bo'lmasam gunohga ko'nikib qolish, ko'z zinosi, g'iybat, vaqtni behuda o'tkazish, vahima, rizq va kelajak haqida haddan tashqari tashvish, passivlik, buni men emas, boshqalar qilsin degan tushuncha. Bularning barchasi ruhiy ifloslikdir. Bunday ifloslangan yerga qanchalik yaxshi urug' eksangiz ham u unib chiqmaydi. Chunki zamin bulg'angan, tuproq esa buzilgan. Keling, men sizga bitta qiziq nazariyani aytib bersam. Amerikada broken window degan teoriya bor, ya'ni singan oyna nazariyasi. Bu nazariya shunday deydi: agar katta bir binoni bitta derazasi sinib, tuzatilmay qolsa nima bo'ladi? O'tib ketayotgan odamlar bu binoni egasi yo'q shekilli deb turib, qolgan oynalarni ham sindirishadi. So'ng esa devorlari buziladi. Oxir oqibat u yer jinoyatchilar makoniga aylanadi. Hammasi nimadan boshlandi? Ana shu tuzatilmagan bitta kichkina oynadan. Aziz birodarim, sizning ruhiy dunyoyingiz ham shunday emasmi? Bir marta ko'zingiz haromga tushsa nima deysiz? Hech qisa yo'q. Bugun bir marta yolg'on gapirib, buni juda oz sanaysiz. Ammo o'sha kichkina gunoh sizning qalbingizdagi sindirilgan oynadir. Shayton ana o'sha joydan kiradi. U sizga pichirlaydi. Sen baribir gunohkorsan. Seni qo'lingdan nima kelardi? Sen millat uchun nima qila olasan? Hattoki sen bir munofiqsan-ku deyish ham mumkin. Shu tariqa siz o'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotasiz. Taqdirga tan berasiz. Men buzilib bo'ldim, endi tuzalmayman deysiz. Ko'rdingizmi birodarim? Bir dona kichik virus butun tizimni ishdan to'xtatadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni shunday bayon qilganlar: banda bir gunoh qilsa, uning qalbida bir qora nuqta paydo bo'ladi. Agar tavba qilsa, qalbi yana poklanadi. Agar yana gunoh qilsa, o'sha qora nuqta kattalashib, butun qalbni qoplab oladi. Keling tarixga nazar solaylik. Salohiddin Ayyubiy Quddusni fath qilishdan oldin nima qildi? Qilichini yalang'ochlab jangga kirib ketdimi? Yo'q. U avval musulmonlar ichidagi aqidaviy ixtiloflarga, xurofotlarga va bo'linishlarga chek qo'ydi. Ya'ni ichki tozalashni amalga oshirdi. Chunki u bilardiki, kir qalb bilan pokiza joylar ustidan g'alaba qozonib bo'lmasdi. Qur'onda ham Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga vazifalarni bayon qilib aytganki: "Yatlu alayhim ayatihi va yuzakkihim va yuallimuhumul kitaba val hikma." Ularga Allohning oyatlarini tilovat qiladi, ularni poklaydi hamda ularga kitob va hikmatni o'rgatadi. Tartibga diqqat qiling. Avval poklash, ya'ni tozalash, keyin o'rgatish, undan so'ng esa barpo qilishdir. Tabiiyki savol tug'iladi. Biz o'zimizni qanday tozalaymiz? Ramazon bizni yillik viruslarimizni tozalash mavsumidir. Bu oyda ochlik qilishimizning sababi badanning ovozini pasaytirib, ruhimiz ovozini eshitish va tushunish uchundir. Keling, men sizga 3 xil axlat haqida aytib bersam. Bulardan bugunning o'zida xalos bo'ling. Umidsizlik axlati. Bo'ldi, tugadik. Endi umid yo'q degan so'zlar. Bu Allohning qudratiga bo'lgan haqorat hisoblanadi.
Buni zehningizdan chiqarib tashlang, chunki Alloh bor yerda tugash yo'qdir. Gunoh axlatlari. Ko'z orqali telefonda behayo rasm va videolar ko'rish, tilda g'iybat qilish. Bular sizni davlat kelajagini qurishingizdagi energiyangizni simirib oladigan to'siqlardir. Siz bir ko'zingiz bilan haromga qarab turib, ikkinchi ko'zingiz bilan vatanning ravnaqini, kelajagini ko'ra olmaysiz. Bunaqangi bo'lishi aslo mumkin emas. Agarda ko'z oynagingizga shunaqa fikrlar bilan bog'lanib qolgan bo'lsa, ko'z oynagingizni yaxshilab tozalab oling. Vaqt axlatlari. Maqsadsiz isrof bo'lgan soatlar, ijtimoiy tarmoqlar, video o'yinlar, befoyda suhbatlar. Musulmon odamning lug'atida vaqt juda sekin o'tyapti degan so'z bo'lmasligi kerak. Aksincha, bizning vaqtimiz yetmayapti. Aziz birodarim, agar biz haqiqatdan millat va jamiyat ravnaqiga hissa qo'shishga loyiq yoshlardan bo'lamiz deydigan bo'lsak, bugun bir qarorga kelaylik. Bu Ramazonda biz faqat jasadimiz va oshqozonimizni tozalabgina qolmay, miyamizni va ruhimizni farmat qilaylik. Sizga akangiz yoki ukangiz sifatida aytaman, telefoningizni qo'lingizga oling. Ichidagi sizni vaqtingizni o'g'irlaydigan, ruhingizni bulg'aydigan, sizga kerak emas axlatlarni tashiydigan eng kamida 3 ta ilovani yoki 3 ta guruh, kanal yoki saytni hozirni o'zida mana shu ayni daqiqada o'chirib yuboring. Hech ikkilanib o'tirmang. Undan so'ng esa tahorat olib, joynamoz ustida Allohga shunday deng: Ey Allohim, men bugun seni roziliging uchun va millatimning kelajagi, ravnaqi uchun qalbimdagi va telefonimdagi axlatlardan voz kechdim. Mani qalbimni o'zing tozalagin va ana shu pokiza qalbimga iymon, shijoat va qat'iyat urug'ini ekkan. Mana bu digital detox hisoblanadi. Raqamli va ruhiy tozalanish. Buni qila olmasangiz, demak siz o'zingizni boshqarmayapsiz. Qani kim qila olar ekan? Bugun biz o'zimiz tozalaylik va mana shu tozalangan pokiza yerga kuchli shiddatli motorni, ya'ni tavhidni joylashtiraylik.